iltimos qilib so'rayman sizlardan. Ota-onalarni hech qachon ayblamanglar. Yashayotgan hayotinglar o'zingizlarga yoqmasa. O'zingizlar xohlagan rezultatga, maqsadingizlarga erisha olmayotgan bo'lsanglar, qilayotgan ishinglar o'xshamayotgan bo'lsa, ularni hech qachon ayblamanglar. Bitta oddiy, sodda narsani tushunib, yetib tan olishinglar kerak. Ota-onalarimiz ham bizga o'xshab bu hayotga bir marta kelishadi. Ular bor kuchini, energiyasini bizni kelajagimiz uchun sarflashdi. Orzularidan voz kechishdi. Yaxshi kiyinishmadi, biz yaxshi kiyinishimiz uchun. Yaxshi yeyishmadi, biz yaxshi yeyishimiz uchun. Ular aqlli, talantli emas. Ular ham bizga o'xshagan oddiy odam. Tushuninglar, ularni ayblashimiz juda katta xato. Qaysidir ishlarimiz o'xshamasa yoki yurishmasa. Shunaqa qiynalib yashayotganimga sizlar sababchisizlar, hammasi sizlarni ayblaring. Meni o'rtog'imga dadasi bino berdi, meni o'rtog'imga onasi bino berdi. Sizlar bo'lsa olib bera olmaysizlar menga. Kerak emas bunaqa gaplar. Sizlarga hech kim должен emas nimanidir olib berishga. Подписаться bosishdan chiqmasin. Men uверенman, что har bitta ota-ona farzandiga maksimalni qo'ldan kelgancha yordam bergan. Shuning uchun to'xtatinglar bunaqa xezalarga o'xshab illyuziya, yolg'onlar ichida yashashni. Menga oila a'zolarim должен edi, qilib berisha olmadi, shunga qiynalyapman deb to'poylardaqa fikrlashni to'xtatinglar-da. Harakatni boshlanglar. Hammasi o'zingizlarning qo'llaringda. Harakat qilinglar, erinchoqlikni yig'ishtirib. Shundagina hayotingizlarni yaxshi tarafga o'zgartirishinglar mumkin. Nonko'rlik qilmanglar. Bu dunyo qaytar dunyo. Nimani hozir qilsanglar, farzandingizlardan albatta dvajdi bo'lib qaytadi. Shuni hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Paka-paka.